Enjoy the fun, 'cause we've just begun. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Magic never ends, the shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what fun. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Just look what fun. Сказки братьев Aka-uka Grimm ertaklari. Journey to Tailland with a happy band. Quyon bilan tipratikon. Bugun yakshanba. Qishlog'imiz aholisi bolalar bilan cherkovga boradigan kun. Bolalar cherkovga borib ibodat qilishganidan so'ng ertakchi dehqon bobo atrofiga to'planishadi. Dehqon bobo ularga ajoyib va g'aroyib ertaklar aytib beradi. Bobo shunaqa ko'p ertaklar biladiki, ast qo'yaverasiz. Shuning uchun ham bolalarni ibodat tugaganidan keyin kutib o'tiradi. Dehqon boboning ertaklarini siz ham eshitib ko'ring-a. Bugun sizlarga yalmog'iz kampir haqida ertak aytib beraman. Bir zamonlar ikki opa singil yashagan ekan. Kattasi juda sohib jamol ekan. Bu ertakni bilamiz, avvalam aytib bergansiz. Nahotki? Ha, bilamiz. Boshqasini aytib bering. Bo'lmasa sizlarga bo'ri bilan tulki haqidagi ertakni aytib beraman. Bo'ri tulkini ushlab olib, uyiga sudrab qopti. Bu ertakni men bilaman. Men ham bilaman. Men ham. Shunaqa deylar? Biz sizni hamma ertaklaringizni bilamiz. Yo'q, hammasini bilmaysizlar. Bo'basi yangisini aytib bering. Xo'p, hozir aytib beraman. Bu ertakni oldin eshitmagan bo'lsanglar kerak. Aslida bu ertak emas, juda qadim zamonda bo'lib o'tgan voqea. Voqea xuddi shu yerda ro'y bergan. Bolalar, sizlar ana o karam ekilgan dalani ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapmiz. Nima bo'lgan ekan o'zi? Shoshiltirmasanglar, hammasini aytib beraman. Hech tipratikon ko'rganmisizlar? Ko'rganmiz. Tipratiklar ikki xil bo'lishadi. Birini burni cho'chqalarnikiga o'xshasa, ikkinchisiniki kuchuklarning burniga o'xshaydi. Sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan voqea burni kuchuklarnikiga o'xshab ketadigan tipratiklar to'g'risida. Azizim, agar sizga malol kelmasa, o'g'limizni bir aylantirib kelmaysizmi, a? Yaxshi. Qani o'g'lim, ketdik. Hozir dadajon. Faqat shoshilma, yiqilib tushish mumkin. Voy. Ana, aytmadimmi? Tipratikonlar tez chopisha olishmaydi, chunki tovonlari biroz qiyshuvroq bo'ladi. Dada, rostdan ham qo'limdan hech narsa kelmaydimi? Kim aytdi? Tulkicha aytdi. U meni mazax qilib yuribdi. Nega? Uni aytishicha, men rosa emillari emishman. Shunaqa dedimi? Tulkilar hammadan ham cho'pag'on emish. Rostdan ham shunaqami? Bo'lmagan gap. Itlar ulardan tez chopishadi, bug'ular ham. U aytdiki, tulkilardan hech kim o'zib keta olmaydi. Bekorlarni aytibdi, undan o'zib ketishgan. Rostdanmi? Rost. Kim o'zib ketgan? Krab. Krab deysizmi? Haligi suvda yashaydigan-a? Xuddi o'sha. Qo'yishaychi, krablar yo'llari bilan yurishadi-ku. Tulki ham shunday deb o'ylab, ustidan kulmoqchi bo'lgandi-da. Yo'q. Har qancha uringani bilan baribir oldinga emas, orqaga qarab yurgandek bo'laverasan. Nima, meni mazax qilyapsanmi? Kechamda bor gapni aytdim. Shunaqada, endi musobaqalashamiz. Nima? Men bilan bellashmoqchimisan? Nima bo'pti?
Kulgimni qistatma. Hazillashayotganim yo'q. Kim g'olib chiqishini tipratiganlar yaxshi bilishadi. Menga farqi yo'q. Shunaqami? Xo'sh, unda bo'pti. Qanaqa masofaga yuramiz? Yaqingami yo uzoqqami, ha? Ana archagacha. Agar xohlasang, hozirroq yugurishni boshlashing mumkin. Yo'q, ikkalamiz bir vaqtda va bir joydan yuguramiz. Shunaqami? Mayli. Agar gaping chin bo'lsa, rostakam yugurganim bo'lsin. Tayyorlang. Boshladik. Tulki shunday qilib oldinga tashlanibdi. Krab bo'lsa, tulkini dumiga yopishib olib, indamay ketaveribdi. Qisqasi, bu musobaqada krab yutib chiqqaniga rosa xursand bo'ldim. O'zi ham qiziq bo'lgandi-da. Qani qaraychi, krab qayerda qolib ketdi ekan? Yo'qmas, bu yoqqa qara. Maraga allaqachon yetib kelganman. Seni kutib turdim. Yutqizding tulki voy. Nahotki bo'lishi mumkin emas. Shunaqa. Voy. Shu desang, musobaqada krab g'olib bo'ldi. Ayyorlik qildi-da. Ha o'g'lim, ayyor tulki burnini tishlab qolaveribdi. Men ham tulki bilan bellashmoqchiman. Qo'ysang-chi, nima bundan boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Haya. Sen yaxshisi bunaqa yomon bolalar bilan o'ynama. Xo'p, bo'ladi. Mana bu bizni tomorqamiz. U tomorqani bizniki degani bilan aslida odamlarniki edi. Sholg'om bilan Karamni tipratganlardan tashqari boshqa jonivorlar ham sevishar edi. Bu tomorqa hammaniki edi. Qani? 1, 2. Ada. Qoyil. Juda mazali ekan. Bu yil ob-havo yaxshi bo'ldi-da. To'g'ri aytasiz. Qornimiz to'ydi. Endi onangga ham ozroq olib ketaylik. Bo'pti. Shu yetar-a? Voy, it! Qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, barglarni tagida bizni ko'rmaydi. Ko'pdokka o'xshab olib, shu yerda qimirlamay yotaver. Yaxshi. O'zingizchi? Gapni ko'paytirmay aytganni qil. Yaxshi, barakalla. Yana ham yaxshilab g'ujanay bo'l. Qo'rqyapman. Qo'rqma, nima bo'lsa ham qimirlamay yotaver. Yerda nima qilyapsan? Bu yoqqa kel. Qani, meni tutib olchi. Menga yeta olmaysan. Dadajon, qo'rqib ketyapman.
Rosa katta it ekan. Haligacha o'zimga kela olmayman. Sen itni qopag'on deb o'yladingmi? Ba'zan odamlar itlardan ham xavfliroq bo'lishadi. Dalama-dala sanqib yuradigan daydi it bo'lsa kerak. Xayriyat, sog'-omon ekansizlar. Miyalarimiz juda ham o'tkir. Kimda-kim bizga tegajolik qilsa, ko'radiganni ko'radi. Qani tegib ko'rsin-chi. Bizni himoya qiladigan qurolimiz bor. Ha, shunday. Bu qurol bilan faqat himoyalanamiz xolos. Xudo bizga chappag'on oyoqlar bermagan bo'lsa ham o'tkir nayzalar bergan ekan-da. To'g'ri aytasan. Men bir o'ynab kelay. Faqat uzoqqa ketib qolma. Tilkichaga o'tkir nayzalarimni ko'rsatib qo'ymoqchiman. Bo'lar bo'lmasga nayzangni sancha berma. Ha, bo'ladi. Rosa mazali ekan. O'sha it hadeb atrofimizda aylanaversa, boshqa tomorqa qidirishimizga to'g'ri keladi. Itlarni negadir yoqtirmaysiz? Yaxshisi, Karam poliziga o'tamiz. Nimalar deyapsiz? Axir u yer quyonniki-ku. Meni nima ishim bor? Dadasi, o'ylab ish qiling. Ha, Karam polizi. Bilan madaligi. Ay. Tipratikan kelyapti-ku. Qani? Mana bu Karamning mazasi qanaqa ekan? Bu yil hamma yerda hosil yaxshi bo'ldi. Negadir tipratikanni ko'rsam, kulgim qistaydi. Jig'iga tegib, jahlini chiqarib, mazax qilgim kelaveradi. Salom. Ha, hali ham shu yerdamisan? Esing kirdi chiti bo'lib qoldimi? Biz kecha ko'rishgandik. Bugun endi uchrashdik. Bo'lishi mumkin. Esimda yo'q. Bu yerda nima qilib yursan? Shunchaki aylanib yuribman-da. Nima mumkin emasmi? Shunchaki yuribman degan negadir ishongim kelmayapti. Nima demoqchisan? Hech nima. Maymoq oyoqlaring bilan yurishga ham qiynalsan kerak-a? Seni oyoqlaring ham zo'r emas. To'g'ri, zo'r emas. Ammo men hammadan ko'ra tez chopa olaman. Qara. Qalay? Zo'r, maqtansang arziydi. Ha, shunaqa. Seni bo'lsa maqtanadigan hech narsang yo'q. Iya, nima? Tuma bo'lib qoldingmi? Aksincha qarayu, o'zingni ixtiyor qilsang bo'lmaydimi? Nimalarni o'ylayapsan, ha? Xo'sh, gapirsang-chi. Agar oyoqlaring menikiga o'xshash bo'lganda, sakrab yurgan bo'larding. Kim o'zlariga musobaqalashamiz? Yaxshi taklif. O'ylab gapiryapsanmi, ha? Menga yeta olmaysan. Issig'ing yo'qmi? Shu maymoq oyoqlaring bilan mendan o'tib ketmoqchimisan? Xo'sh, bellashamizmi? Yo, qo'rqyapsanmi? Qo'rqayotganim yo'q. Musobaqalashamiz. Yaxshi. Nima, bekordan bekorga chopaveramizmi? O'rtaga nima tikamiz? Men o'ynaydigan dalam tikaman. Juda soz. Demak, seni dalang uchun bellashamiz. Roziman. Sen nima tikasan? Menmi? Agar yutsang, mendan xohlagan narsangni olasan. Kelishdik. Men mana shu Karam polizini tikaman. Boshladingmi? Biroz sabr qilib tura olmaysanmi? Hali tushlik qilmagan edim. Yugurishdan oldin biroz tamaddi qilib olsam, maylimi? Mayli, kelishdik. Kutib turaman. Dadajon, tulkicha oyoqlari maymoq deb jag'lib chiqardi. Qo'yaver. Lekin men unga nayzamni sanchganim yo'q. Yaxshi qilsan. Tinchlikmi? Nega xomushsiz? Tinchlik. Yur, uyga ketamiz. Ketdik.
Dada, sizni birov xafa qildimi? Yo'q. Oying kutib qolgandir. Tezroq yur. Yaxshi. Nima? Quyonni musobaqaga chaqirdingizmi? Birola maza qilsa, e'tibor bermadi, bu o'zingiz aytgandingiz-ku. To'g'ri. Yaxshi ish qilmabsiz. Quyon menga yoqmasa nima qilay? Bunaqa ahmoqona ish qilasiz deb hech o'ylamagandim. Mayli, tushlik qilasizmi? Nima? Shu paytda-ya? Hozir tomog'imdan qilam o'tmaydi. Nachora, yugurishingizga to'g'ri keladi. Kim biladi, balki omadingiz kelib qolar. Hazilingni yig'ishtir. Bir musobaqada quyonni yutqizganini bilasizmi? Albatta, buni hamma biladi. Quyon kimga yutqizgan? Toshbaqaga. Yo'q, Toshbaqaga-ya. Bir kun Toshbaqa bilan Quyon kim o'zarga musobaqalashishgan. Quyon chopa-chopa ancha olislab ketgan. Bir joyga borib qarasa, Toshbaqadan darak yo'q. Baribir men g'olib chiqaman, ozgina mizg'ib olay deb ko'zlarini yumgan. U uxlab yotganda Toshbaqa undan o'zib ketgan. Va marraga birinchi bo'lib yetib kelgan. Quyonni laqillatsangiz g'olib chiqishingiz mumkin. Ha, boshqa iloj yo'q. Biror hiyla ishlatish kerak. Bo'lmasa hech qachon yuta olmaymiz. Ehtimol. Dadajon, balki musobaqadan voz kecharsiz-a? Bellashuvdan voz kechsangiz borib ayting. Turib qo'yish yaxshi emas. Yo'q. Agar musobaqadan bosh tortadigan bo'lsam, u dalamizni olib qo'yadi. Hali o'rtaga shart ham qo'yilgan-deng. Mayli, dalamdan ajralsam ham bellashganim bo'lsin. To'xtab turing. Nima deysan? Miyamga ajoyib fikr kelib qoldi. Menga ishonavering. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hayajonlanib ketyapman. Rejamiz amalga oshsa, biz g'olib chiqamiz. Mencha emillamasa bu. Ey, men shu yerdaman. Endi ketmoqchi bo'lib turdim. Sal ushlanib qoldim-da. Baribir yutqazasan. Yo'q, sen yutqizasan. Yutishni xayolingga ham keltirma. Bo'pti. Men mana bu jo'yakdan yuguraman. Sen esa narigisidan yugur. Nega endi? Shunday qilsak, bir-birimizga xalaqit bermaymiz. Ha, mayli. Sen aytgancha bo'la qolsin. Egatni oxirgacha yuguramiz, rozimisan? Roziman. 1, 2. Bo'pti. Startga. Diqqat. Tayyormisan? 1, 2, 3. Boshladik. Ortda qolma. Tezroq yugur. Yetib kelganimga ancha bo'ldi. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Ishonmayman. Kel, boshqatdan boshlaymiz. Bo'pti. 1, 2, 3. Ketdik. Bu safar men yutdim. Yanglishasan. Birinchi bo'lib men keldim. Kel, boshqatdan yuguramiz. G'azab qilyapsan. Mayli, yugursak yuguraveramiz. G'olib chiqqanimni tan olmaguningcha sen bilan bellashaveraman. Yaxshi. 1, 2, 3. Yana birinchi bo'lib keldim. Bo'lishi mumkin emas. Men g'olib chiqishim kerak edi.
Yugurdik. Bari men yutaman. Men shu yerdaman. 1, 2, 3. Bechora quyon holdan toyguncha rosa yuguribdi, lekin tipratikanga hech ham yetolmabdi. Chunki ular ikkita edilarda. Quyon ular ishlatgan nayrangni tushuna olmay qolaveribdi. Aytishlaricha, shundan keyin qishloqda yashaydigan quyonlar tipratikanlar bilan umuman bellashmaydigan bo'lishdi. Ular hozir ham shu atroflarda maza qilib yashab yurishganmish. Come on, boys and girls, to the world of fairy tales. Look around, enjoy the fun, 'cause we've just begun. Just look. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Magic never ends. The shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what fun. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Just look what fun. Сказки братьев Aka-uka Grimm ertaklari. Journey to Tailland with a happy band. желез. Temir odam. U shu yerda. Ana u. Suvdan olib chiqinglar. Shoshmanglar. Voy! Marhamat oling. Meni oltin koptogimni ushlashga qanday jur'at etding? Uni ustiga ho'l qilib qo'yding. Uzr. Axir o'zi iste'for deysiz. O'chir. Men shahzodaman. Buyuraman, hoziroq koptogimni tozalab ber. Bo'ladi. Sen hali mana shu lattamini artyapsanmi? Koptogimni battar iflos qilasan-ku. Borib, oltin koptogimni tozalash uchun tozalatdi opka. Menga qara, bu yerda nima qilyapsan? Mana sen ketaver. Xo'p, xonim. Shahzoda, koptogingiz toza bo'ldi. Sen boshsan. Yo'qol ko'zimdan. Juda qo'pol bo'lib ketyapsan. Otang tirik bo'lganida bunaqa qilg'ingni ko'rib juda ham ranjigan bo'lardi. Hademay taxtga o'tirasan, saltanatni boshqarasan. Shahzoda, bunaqa bajahl bo'lmasliging kerak. Temir odam Gansni eslagin. Odobli bola bo'l. Xo'p, ayjon. Tushundingmi? Yana o'sha Gans. Ana minora.
Интересно, Gans rostdan shu yerdamikan? Voy Gans! Hali ham shu yerdamisan? Kim o? Voy! Koptogim tushib ketdi. Hoy Gans! Gans! Senga nima kerak? Kimsan o'zi? Hoy, koptogimni olib ber. Eshityapsanmi? Shahzoda sifatida buyuraman. O'zing tushirib yordingmi? O'zing avval. Nima? Hali shahzodani buyrug'ini bajarmaysanmi? Men shahzodaman. Menga hech kim buyruq bera olmaydi. Hatto shahzodayam. Bu yerdan jo'nab qol. Qani? Koptogimni olib ber. Eshityapsanmi? Kirib o'zing avval. Olib ber deyapman. Nima kirishga qo'rqyapsanmi? Qo'rqayotganim yo'q. Men shahzodaman, hech narsadan qo'rqmayman. Unday bo'lsa kirib koptogingni o'zing avval. Agar rostdan ham botir bo'lsang, eshikni ochganda ichkariga kir. Axir menda kalit yo'q-ku. Kalit onangning yotoqxonasida, yostig'ini tagida. Yostig'ini tagida deysanmi? Hey, nega o'zingni bunaqa tutyapsan? Shahzodaligingni unutma. Temir odam Gansni eslagin. Yaxshisi qo'rqoqligingni bo'yningga ola qol. Nima deding? Senga ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsatib qo'yarmish. Hey Gans, mana kalitni olib keldim. Nima gap shahzoda? To'g'ri, sen hali juda kichkinasan, ammo eshikni ochib ichkariga kirishingga to'g'ri keladi. Xo'sh, bunga jur'ating yetarmikin? Men shahzodaman. Nimani xohlasam shuni qilaman. Mana bo'ldi. Endi koptogimni ber. Koptoging o'zingga bersin. Menga kerak emas. Voy, qo'yvor meni. Eshityapsanmi? Qo'yvor deyapman. Qo'yvor, nima qilyapsan o'zi? Voy, nomard ekansan, qo'yvor. O'zingni jasur qilib ko'rsatganing bilan aslida ahmoqsan. Ha. Endi koptogingni ol-da, tuyog'ingni shiqillat. Qani? Qayoqqa ketyapsan, Gans? Qochib ketsang, oyim meni sog' qo'ymaydi. Hamma ustimdan kuladi. Unda men bilan yura qol. Qo'yib yubor. Qo'yib yubor deyapman. Axir men shahzodaman. Qani bora qol, bolakay. Bunday dema, men shahzodaman. Bu o'rmonda qirol ham, shahzoda ham yo'q, tushundingmi? Endi to'rt tomoning qibla. Yo men bilan qolasanmi? A? Qani? Nega qolarkanman? Qasrga qaytaman. O'zingni ehtiyot qil. O'rmonda vahshiy bo'rilar ko'p. Shahzodalar bo'rilardan qo'rqishmaydi. Bo'rilar shahzodaligingga qarab o'tirishmaydi. Buni unutma. Bilaman. Voy! Gans! Gans! Yordam ber! Gans! Gans, yordam ber! Agar men bilan qolmoqchi bo'lsang, ishlashingga to'g'ri keladi. Hozircha mana bu ko'lga qarab tur. Unga birorta yaproq tushsa ham suvi loyqalanadi. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, xayr. Nega endi ko'lga qarab turishim kerak ekan? Shu paytgacha turgan ko'l turaveradi.
Uyqum kelyapti. Ahmoq! Nega aytganimni qilmading? Qara deyapman. Bu oddiy yaproq-ku. Nega tashvishlanasan? Senga yaproq tushsa ham suv loyqalanadi demaganmidim? Nega jahling chiqyapti? Hech narsa bo'lgani yo'q-u. Suvdan bargni olib tashlasang, olam guliston. Suvga bir qarachi. Bo'pti. Xo'sh qalay. Endi bu yerda qolishingga hojat yo'q. Shaharga borganda tasqari aftingni tuzatishga harakat qil. Voy xudoyim. Endi nima qilaman? Asl holingga qaytaman desang, shahzodaligini unut bolakay. Mustaqil yashashga harakat qil. Bu qo'lingdan keladi. Shahzodaligingni unut. O'zing mustaqil yasha deysanmi? Harakat qilaman. Juda soz. Bordi-yu boshingga tashvish tushsa, meni yordamga chaqir. Bajonidil yordam beraman. Sendan hech qachon yordam so'ramayman. O'zing bilasan. Hozir bu yerda bo'rilar yo'q. Tezroq qimirla. O'lsam ham yordam so'ramayman. Qornim shunaqa ham ochdiki, borib biror yegulik so'rayman. Ey, tezroq ochinglar. Kim o shovqin solayotgan? Kimsan o'zi? Qayerdan kelib qolding? Qornim och, ovqat ber. Nima? Ovqat? Hali ovqat yegilari kelib qoldimi? Ovqat yemoqchi bo'lsang mehnat qil. Mehnat? Nega endi? Nima, ustimdan kulyapsanmi? Bu yerda ishlagan tishlaydi, tekin tomonlarga o'rin yo'q. Bor tashingni ter. Men axir Shahzodaligingni unut. Mustaqil yashashga harakat qil. Sizda biror yumush topilmaydimi? Ish izlayotganga hech o'xshamaysan. Ishlamoqchiman. Qo'lingdan nima ish keladi? Bilmadim, ammo harakat qilaman. Qani ichkariga kirchi. Qani bor kuching bilan ur. Bo'lmasa bosqon bos. Da yetar, eplay olmayapsan. Mana buni ol. Qattiqroq ur. Mahkamroq ushla. Deb bor, yo'qol. Qornim juda och. Menga ish beringlar. Qanaqa ish kerak? Farqi yo'q, juda ochman. Hozir hamma och. Har kuni terga botib ishlaymiz. Qirol bo'lsa bizga hech nima qoldirmay hamma hosilni olib ketadi. U mamlakatda tartib intizomni saqlayapti. Raqsga tushishga ham vaqtimiz yo'q. Shu ham gap bo'ldi-yu. Xo'sh, ishlashni xohlaysanmi o'zi? Yo'q, ishlagim kelmayapti. Unday bo'lsa yo'lingdan qolma. Biz ishlashimiz kerak, tushundingmi? Qornimni to'yg'izmagin uylarcha bir qadam ham jilmayman. Nima? Rosa surbet ekan-u. Men shahzodaman. Nahotki tushunmaysizlar. Kulgimizni qisatma. Shahzodaman deydi-ya. Nahotki shahzoda dehqonlardan ovqat so'rasa, demak shunaqalari ham bo'lar ekanda. Shahzodaligingni unut. Mustaqil yashashga harakat qil. Endi suvdagi aksingga qara.
Nima bo'pti? O'lib qolmadimikin? Juda holdan toygan. Ovqat yemagandan keyin shu-da. Mana uni yeb ol, qorning ham rosa ochqib ketgandir. Rahmat. Tezroq qimirla. Ehtiyot bo'l, tushirib yuborma. Ko'zingga qara. Nima qilib qo'yding? Suzishni bilmayman. Sovqatib ketdim. Ish topishim kerak. Voy, qo'lingdan faqat sindirish kelar ekan u. Mayli, bog'dagi yo'lakchalarni yaxshilab supur. Yana biror narsani sindirib yurma. Kechirasiz. Tavba qildim. Shahzodaligimni unutishim kerak. Hech narsa qo'lingdan kelmas ekan. Yo'qol bu yerdan. Nima qilib qo'yding? Suzishni bilmayman. Mustaqil yashashga harakat qilishim kerak. Какая же она красивая. Go'zalligini. Voy bola. Siz bizni yangi bog'bonimizmisiz? Ha, shunday. Hali gullar ochilmadimi? Hozir qarayman. Naqadar ajoyib. Gullar sovuqda ham ochilishini bilmas ekanman. Bularni daladan terib keldim. Bu bahor elchisi, juda ham chiroyli, hidi ham ajoyib. Rostdanmi? Qayerliksiz? Uzoqdan. Shunday deng. Ha? Ha, bolakay, qayerdasan? Meni chaqirishyapti. Keyinroq ko'risharmiz. Gullar uchun rahmat. Arzimaydi. Ey, nima qilyapsan o'zi? Hammasini yoq, hammasini. Oyijon, oyi! Qochinglar! Qochib qolinglar! Sen qayoqqa? Dushman bostirib kelyapti. Nega qaqqayib turibsan? Qoch, ko'rmayapsanmi? Dushman bostirib kelyapti. Tezroq qoch, tezroq! To'xtab turing, shoshmang. Dahshat. Sen juda o'zgarib ketibsan. Endi Gansga o'xshagan odamlardan qo'rqmasang ham bo'ladi. Nima qilib turibsan? Qochsang-chi. Qochinglar, hammanglar qochinglar. Shahzodaligingni unut. Mustaqil yashashga harakat qil. Men jang qilaman. Havas chirib ketdi-ku. Paydu. Yaxshisi Gansning yoniga boraman. Ey Gans, gaplashib olishim kerak. Nima deysan? Dushman qal'aga hujum qilyapti. Odamlar hayoti xavf ostida. Qilich bilan otingni berib tur. Nima? Jang qilmoqchimisan? Axir sen bu mamlakat shahzodasi emassan-ku. Senga baribir emasmi? Yo'q, ularga yordam bermoqchiman. Boshlariga tashvish tushganda tashlab keta olmayman. O'z hayotingni xavf ostiga qo'yib-a? Ha. Buni qara-ya. Bor, suvdagi aksingni ko'r. Oxir yuzim. Birgina qilichi ot bilan jangda g'olib chiqib bo'lmaydi. Mayli, qo'shinimni ham ola qol. Nima? Qo'shinni ham?
Olg'a! Buyuraman, jangga kiringlar. Dushmanni qal'adan uloqtirib tashlanglar. Qal'a himoyasi uchun olg'a! Ortimdan! Hujumga! Yaratganni o'zi bizga madadkor bo'ldi. Biz g'alaba qozondik. Qal'a qutqarib qolindi. Xuddi shunday. Qo'shinga qaysi qirol qo'mondonlik qildi, unga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Uni qal'aga taklif eting. Qayerda u? Qirol hazratlari chaqirtirgan ekansiz. Sizdan bag'oyat minnatdorman. Mamlakatimni qutqarib qoldingiz. Kimsiz o'zi? Marhamat qilib niqobingizni yechsangiz. Yaxshi. Oh, naqadar o'ktam yigit. Menimcha u shahzoda bo'lsa kerak. Qani aytchi shahzoda, sen qaysi yurtdan bo'lasan? Men shahzoda emas, sizni boboningizman. Bog'bon? Ha. Sizmisiz? Mayli, shahzodamisan yo bog'bon, buni ahamiyati yo'q. Muhimi sen haqiqiy qahramonsan. Endi mamlakatimda tinchlik hukm suradi. To'yga hozirlik ko'rilsin. Rahmat senga, Gans. Halol mehnat qilding. Endi haqiqiy shahzodasan. Come on, boys and girls, to the world of fairy tales. Look around, enjoy the fun, 'cause we've just begun. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Magic never ends. The shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look. Мальчики и девочки. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Just look what fun and Aka-uka Grimm ertaklari. journey to Tailland with a happy band. Oltin g'oz. Qop juda og'ir ekan-ku. Qo'polligini aytmaysanmi? Oho, ajoyib qishloqqa o'xshaydi. Xo'rozlar ham bugun ancha barvaqt turishdi. Ularni ertalabki qo'quvlarini o'zim eshitdim. Ha, juda soz. Xayolimdan ko'tarilibdi. Uyga suv olib borishim kerak edi-yu, kutib qolishgandir. Omon bo'linglar. Voy, mana uni chiroyliligini. Tushunarli. Buni kecha shu yerda qoldirib ketgan ekanman-da. Esiz gullar o'g'il bo'ladigan bo'ldi. Yaxshisi, bu gullardan guldasta yasab qo'shnilarga tarqataman. Namuncha hayallamasang. Hovlimizdagi gullar shunaqa ham ochilibdiki, guldasta yasab qo'shnilarga tarqatdim.
Nimasi chiroyli ekan? Bor yo'g'i yovoy shirmov, ildiz-bildiz bilan yulib tashlash kerak edi. Yo'q, ularga rahmim keldi. Shuning uchun ham ahmoqsan, ahmoqligincha qolasan. Haqiqating tezroq, ya. Frans o'rmonga daraxt kesgani boradi. Sendan esa umidi yo'q. Gapirgan bilan foydasiz. Nima? Frans daraxt kesgani boradimi? Ha, agans, otamning o'rniga endi har kuni men boraman. To'g'ri aytyapti. Meni ikkita azamat o'g'lim bor. Yo'q, to'ng'ichim azamat. Xudoga shukr, men ham davoladigan bo'ldim. Mana tushliging o'g'lim. Mazali pirog. Eson-omon borib kel. Ehtiyot bo'l. Xo'p, oyijon, men ketdim. Omadingni bersin. Kimdir kelyapti. Ha, yigit. Qayerdan kelib qolding? Ilgari seni hech ham ko'rmagandim. Nima deysan? Sendan bir nima so'ramoqchi edim. Hech narsa bilmayman. Ko'ryapsan-ku, shoshib turibman. Vaqtingni ko'p olmayman. Xaltangdagi noningdan bir bo'lak bersang dedim. Nimalar deyapsan? Axir bu meni tushligim-ku. Ozgina bera qol. Kechadan beri tuz totganim yo'q. Tomog'im qaqrab ketdi. Bera olmayman. O'zim yeyman. Endi ozgina bera qol. Mendan umid qilmay qo'ya qol. Yaxshisi boshqalardan so'ra. Yo tavba, bu yigitda zarracha ham rahm shafqat yo'q ekan. Shu ham ish bo'ldi-yu, daraxt kesishdan osoni bor ekanmi? Mana ag'ana deyapti. O'zing aybdorsan. Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Ha, bolam, ehtiyot bo'lishing kerak edi. Nachora, yana o'zim boraman shekilli. Otajon, daraxt kesishga men bora qolay. Nima deding? Buni nimasi kulgili ekan? Daraxt kesishni hamma ham epilavermaydi. Senga kim qo'yibdi? Hatto Frans ham qo'lini kesib oldi. Bu ish seni qo'lingdan kelmaydi. Ehtiyot bo'laman. Birinchi marta daraxt kesishga ketayotganlarning hammasi shunaqa deyishadi. Polaponlar bor ekan-ku. Nobud bo'lishlari mumkin. Voy, yiqilyapman. Voy, Xayriyat. Qutqarib qoldim. Men senga daraxt kes degandim. Kulbani buz demodim. Seni qo'lingdan suv olib kelish u supurishdan boshqa ish kelmaydi. Bu gal hammasini qoyil qilaman. Endi buziladigan boshqa kulba yo'q. To'g'ri aytasan, yo'q narsani buzib bo'lmaydi. Dadasi. Mayli, biror joyi qolamoqchi bo'lsa, bora qolsin. Balki shundan keyin aqli kirib qolar. Aqli kirib qolar deysizmi? Hech ishongim kelmayapti. Mana ko'rasizlar. Oyijon, tushligim qani? Mana. Non qotib qopti-ku. Ishtahang zo'ru? Salom. Salom, ha otaxon. Qornim tatalab ketyapti. Kechadan beri tuz totganim yo'q. Qornim och deng. Xohlasangiz birgalashib tamaddi qilamiz. Saxiy yigit ekansan. Qotgandan bo'lsa ham mayli. Xaltangni ocha qol. Siz durustroq yegulik yo'q edi-ya. Juda qiziq-u. Bu qanaqasi bo'ldi? Yo tavba. Omading bor ekan. To'g'ri aytasiz. Mazali ekan, ha? Hey, sen nega dasturxonga kelmayapsan? Ola qol.
Bilasanmi? Nima? Yaxshi yigit ekansan. Meni mehmon qilganingdan xafa emasmisan? Nimalar deyapsiz? Aksincha xursandman. Men ham senga yaxshilik qilmoqchiman. Qo'ysangchi. Mayli, omon bo'ling. Sal narida katta daraxt o'syapti. O'shani kessang, ichidan ajoyib bir narsa topasan. Nima ekan, ha? Ey qariya, qayoqqa yo'qolding? Qiziq. Balki tush ko'rayotgandirman. Ey! Yo'q, o'ngim ekan. Yaxshisi, endi ishni boshlashim kerak. Og'zi ochilib qolsa kerak. Ye, bu nima? Yaltirayaptimi? Haligi chol aytgan daraxt shu bo'lsa kerak. Ko'zlarimga ishonmayapman. Qandaydir sir bor. Ye, yiqitdim. Shunday katta daraxtni bir o'zim yiqitdimmi? Voy, nima bu? G'oz-ku. Chiroyliligini qarang. Qanotlari oltindan ekan. Naqadar go'zal. Qariya to'g'ri aytgan ekan. Endi bu g'ozni o'zim parvarishlayman. Bitta o'zim. Voy, oltin g'oz. Ana uni qaranglar. Ajoyib mo'jiza. Bitta qanotini olsa umringni oxirigacha yetadi. Boyib kelsa yomon bo'lmasdi. To'g'ri aytasan. Hoy yigit, xohlasang bugun biznikida tunab qolishing mumkin. Nega? Hademay qorong'i tushadi. Tunda har yerda qaroqchilar izg'ib yurishadi. Bunaqa boylik bilan ularga duch kelib qolsang bormi? Omon qo'yishmaydi. Shuning uchun biznikida tunab qolishni maslahat beraman. Ammo yonimda pul yo'q-da. Bu yog'ini o'ylamay qo'ya qol. Marhamat. Voy, ovqatni ko'pligini. Shularni hammasi mengami? Albatta senga. Rahmat. Sen ovqatlanguningcha g'ozingga qarab tursak maylimi? Bemalol. Unga ham don beringlar. Dori qo'shilgan suvni ichmasa-chi? Unda bog'lab qo'yamiz. Biroz kutib turaylik, avval uxlasin. Bunaqa mazali ovqatlarni umrimda yemagandim. Agar xurray otishni boshlasa, qattiq uyquga ketgan bo'ladi. Alqon pishig'imi? Tashlanma. Qornim to'ydi. Endi uxlasak ham bo'ladi. Ko'zlarim yumilib ketyapti. Tezroq bo'linglar, patlarini yulib olaylik. Qani, menga berchi. Voy. Elza, senga nima bo'ldi? Qo'llarim yopishib qoldi.
Hazillashma. Yolg'on gapirayotganing shundoqqina bilinib turibdi. Oltin g'ozga bitta o'zing ega bo'lmoqchimisan? Och ko'z, ovora bo'lasan. Hozir qoladiganingni ko'rasan. Voy. Boylikka o'zinglar ega bo'lmoqchimisiz? Voy, endi nima qilamiz? Voy, qo'yvaringlar. Uni uyg'onishini kutishimizga to'g'ri keladi. Rosa uxlabman-ku, ha? G'oz qani? Balki suv ichgani ketgandir. Kutib turay, kelib qolar. Sizlarga nima bo'ldi, ha? Ahmoqona savollar bergandan ko'ra qo'llarimizni bo'shatishga yordam ber. Qo'llaringga nima bo'ldi? Nima bo'ldi deydi-ya? Yopishib qoldi. G'oziga nimadir surib qo'ygan ekansan. Bo'l, qo'llarimizni bo'shat. Deylik, g'ozimga bir nima surib qo'ydim, lekin sizlarning qo'llaring nega yopishib qoldi? Ha, uxlashim bilan oltin qanotlarini yulib olmoqchi bo'lgansizlar, shundaymi? Yo'q. Xayrli tong, Avliyota. Xayrli tong, Avliyota. Hazratim, kecha qolyapmiz. Qo'lma qoldi-ku. Avliyota, tinchlikmi? Voy! Nima? Siz ham yopishib qoldingizmi? O'zim ham bilmay qoldim. Bularni bir-biridan ajratish uchun dorixonaga ketayotgandim. Endi sizlar ham birga boradigan bo'ldinglar. Nima deyapsiz? Kecha qolib bo'ldik. Ay dehqonlar, bizga yordam berib yormaysizlarmi? Bajonidil. Yo'q, yaqinlashmanglar. Sizlar ham yopishib qolasizlar. Nima bo'ldi? Voy, men ham yopishib qoldim. Ogohlantirgan edim-a. Yaxshi ish bo'lmadi. Endi dorixonaga sizlar ham borishlaringga to'g'ri keladi. Dalada kim ishlaydi? Qorong'u tushmay hosilni yig'ishtirib olishimiz kerak. Shoshilmasak bo'lmaydi. Ketdik. Bunaqasi ketmaydi. Turinglar. Baravariga qadam tashlaymiz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Mana qaranglar. Odam ko'p. Ovozingni o'chir. 2 1 2 1. Dorixona qayerda? Muyulishda. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Chapga burilinglar. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Qirol hazrati oliylarining buyruqlariga binoan hammangizni saroyga olib ketamiz. Saroyda nima qilamiz? Biz keldik. Malika-ku. Go'zalligini. Nima bo'ldi? Nega xomushsan? Bu qanaqasi? Orqangga qayt. Buyrug'ingizni bajarishning iloji yo'q. Lekin urinib ko'ramiz. Turinglar. Ey yigit, qani bu yoqqa kecha? Meni chaqirdingizmi, Oliy hazratlari? Xuddi shunday. Qani bizga ham shaharda qilgan hunaringni bir ko'rsatchi. Qanaqa hunar ko'rsatibman? O'zingni jiddiylikka solma. Bizda aniq ma'lumot bor. Nimalar deyapsiz? Bularni bir-biridan ajratish uchun dorixonaga ketayotgandim. Unda qanday qilib yurganingni ko'rsatib ber. Nima? 3 yil avval bir afsungar malikani jodulab qo'ygan. O'shandan beri kulish nimaligini bilmaydi. Voy bechora. Shunday go'zal qiz-a? Uni kuldirish qo'lingdan kelarmi-ku? Voy. Afsus, menimcha qo'limdan kelmaydi. Biror chora o'ylab top. Malikaning yuzida tabassum bo'lishini istayman. Ha, kulgisiz yashash qiyin. Nima qilsam ekan, ha? Topdim.
hammamiz baravariga raqsga tushamiz. nima raqsga tushib oldi-ya? Qo'limizdan kelmaydi. Kimda kim bo'ysunmasa bosh tanasidan judo bo'ladi. Amin. Tayyormisizlar? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Es 1 2 1 2 1 2 1 Malika kuldi. Ana xolos. Malikaning yuziga tabassum yugurishi bilan qo'llarimiz ham bo'shadi. Qani, hamma raqsga tushsin. Rahmat senga. O Malikam. Benihoya xursandman. Yashasin qirolicha! Yashasin Endi qayoqqa borsam ekan-a? Tumshug'ingni tort. Voy, muncha ham og'ir bo'lmasa.